Qaysi blogerdan nima sovg'a olgan bo'lardingiz? Saidazim qurt. O, siz ham qurtmi? Sizga pul topib beramiz. Xullas Saidazim aka kelyaptilar. Boy telefonda gaplashuvdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xullas bitta dona obunachingizga bitta dona pul topib berasizmi? Ne hamma qurt yeyapti. Haydonma, nima bo'ldi qizlarga? Qurt chimishyapti. Ketdi, yomon so'zlar chiqdi. Qurt bilan menimcha zo'r ketadi, pista ham qo'shib olamiz-da, to'g'rimi? Kombo o'qib beryapsiz. Men o'zimga yoqadiganini nima qilaman-da. Da. Eng yaxshisi mana shu menimcha. Uydagilar bilan pista chaqib, g'iybat qilib tak. Bunisini ham beraman, anaqa soliqdan o'tkazib yuboradilar. Bo'ldi, mana okadan oldik. Endi obunachingizga ovoz beramiz. Bo'ldi. Ismlar nima ekan? Mubina. Mubin Lola. Halo. Bizga keluvdik. Ha, xo'p. Saidazim akamning shaxsiy o'zlari sizga ikkita qult berdilar. Voy, bu rahmat. Va qult bilan ichishingizga kola berdilar. Va kola bilan chaqishingizga pista olib keldilar. Va solih qilishingiz uchun chekini ham berib oldilar. Rahmat kattakon. Saidazim akaga ham rahmat. Yurak ko'rsatib. Yurak ko'rsatdilar.